2 xonali kvartiraning narxiga sizga 3 xonalik uyni topib qo'ydik. Yangi g'ishlik domdan 5-etaj. Proyektlarni tushuntiramiz. Prixoshkasi, mebellari mavjud. Proyektda 2 tomonlama. Chap qo'lda birinchi xonasi joylashgan. Remontlari sviji. Barcha mebel texnikalari bilan birga. 6 metrlik balkon tapchan qilingan. Video davomida ko'rsatilgan barcha mebel texnikalari qo'ladi. Narxi juda ham yengil. Zal qismi. Konditsioner, lustralar, parda qo'llanmasi qilingan, televizor mavjud. Umumiy maydoni 80 metr kvadrat plus 6 metrlik balkoni ham bor. Bu keyingi xonamiz, 3-xonamiz. Va qo'shimchasiga mana bu yoqqa kladovkasi ham bor. Sanuzel razdelniy. Hojatxonasi. Pastdan yuqorigacha to'liq kafel. Yuvinish xonasi. Steralka mavjud. Oshxonasi. Yana qayta takrorlayman, 5 qavatli g'ishli domimizning 5-qavatda 3 xonali umumiy maydoni 80 metr kvadratdan iborat. Barcha mebel texnikalari bilan narxi 38.500 deyapmiz. Yana kelishtirib beriladi. Manzilga to'xtaladigan bo'lsak, Sharq Kalson Nurafshon restoranining ro'parasidagi, demak 5 etajlik g'ishlik domlardan. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqing.